Eronda suv tanqisligi bilan bog'liq jiddiy muammo sababli poytaxt aholisi evakuatsiya qilinishi mumkin. Kanada qizamiqdan xoli davlat sifatidagi maqomini yo'qotdi. Buyuk Britaniyada dunyodagi eng yirik shamol elektr stansiyasi qurilmoqda. Navbat shu kabi xorij xabarlari sharhiga. Eronda suv tanqisligi bilan bog'liq jiddiy muammo yuzaga keldi. Hukumat suv omborlarini to'ldirish maqsadida kechasi ta'minot cheklanishini e'lon qildi. Mamlakat poytaxtida vaziyat og'ir. Hukumat yaqin vaqt ichida yomg'ir yog'masa, hatto Tehrondan 10 millionlik aholini qay tarzda evakuatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Eron prezidenti Masud Pezeshkiyanning avvalgi bayonotlariga ko'ra, poytaxtni Fors ko'rfazi sohillariga ko'chirish imkoniyati ham o'rganilyapti. Amir Kabir Tehronning asosiy suv ombori hisoblanadi. Hozirda unda atigi 14 million kub metr suv mavjud. Bu suv ombori sig'imining 8% tashkil qiladi. Bunday zaxira shahar o'zini uzog'i 2 hafta suv bilan ta'minlash uchun yetadi. Suv xo'jaligi boshqarmasi omborlardagi zaxiralar so'nggi 100 yil mobaynidagi eng past darajada ekani haqida ogohlantirdi. Bunga sabab ko'p yillik qurg'oqchilikdir. Joriy yilning yoz faslida mamlakatni 60 yil ichidagi eng kuchli issiqlik to'lqini qamrab oldi. Monreal universiteti olimlari guruhining fikricha, Erondagi suv inqirozi antropogen omillarga, ya'ni resurslardan samarasiz foydalanish, to'g'onlarning asossiz qurilishi va boshqaruvdagi xatolarga borib taqaladi. Issiq ob-havo sharoiti va qurg'oqchilik esa vaziyatning yomonlashuviga turtki bo'lgan. Kanada ketma-ket 12 oy davomida havo tomchi yo'li orqali yuqadigan qizamiq virusining tarqalishini to'xtata olmadi. Shu bois u so'nggi 30 yil mobaynida amalda bo'lgan qizamiqdan xoli davlat sifatidagi maqomini yo'qotdi. 2024-yilning oktyabr oyida boshlangan epidemiya emlanish darajasining pasayishi bilan bog'liq. Pan Amerika Sog'liqni saqlash tashkiloti Kanada hukumati va jamoatchilikni qizamiqqa qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Tashkilotning ta'kidlashicha, kasallikning tarqalishini oldini olish uchun aholining kamida 95% emlangan bo'lishi lozim. Immunolog Bo'yishning so'zlariga ko'ra, Kanadada emlanish darajasining pastligi bir qator omillar bilan bog'liq. Aholining oilaviy shifokorlarga yetarli darajada murojaat qilish imkoniyatining yo'qligi, milliy emlanish reyestrining mavjud emasligi va vaksinalar haqidagi dezinformatsiya shular jumlasidandir. Bu jiddiy tizimli muammo bo'lib, darhol aniq choralar ko'rish talab etiladi. Faqat shundagina qizamiqning yanada keng tarqalishi bartaraf qilinadi va Kanada o'zining ushbu xavfli kasallikdan xoli davlat maqomini tiklay oladi. 2025-yilda Kanadada qizamiqning yuqishi bilan bog'liq mingdan ziyod holatlar qayd etilgan. Bu ko'rsatkich Amerika Qo'shma Shtatlaridagidan ancha yuqori. Virus asosan emlanish darajasi past bo'lgan Ontario, Alberta kabi provinsiyalarda tarqalmoqda. Masalan, Albertaning janubiy hududida 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning faqat 68% mazkur kasallikka qarshi emlangan. Vaksina 97% samaradorlikka ega bo'lib, qizamiqdan tashqari paratit va qizilchadan ham muhofaza qiladi. Kasallik og'ir asoratlarga, pnevmoniya, ensefalit va hatto o'limga olib kelishi mumkin. Shimoliy dengizda Yorkshire sohillaridan 130 kilometr masofada Dogger Bank nomli dunyodagi eng yirik shamol elektr stansiyasi qurilmoqda. U to'liq ishga tushirilgach, yiliga 6 million xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlay oladi va Buyuk Britaniyada umumiy energiya ehtiyojining taxminan 5% qoplaydi. 3.6 gigavat quvvatga ega ushbu stansiya 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. Uni SSE, Renewables, Equinor va Vorgern kompaniyalari hamkorlikda qurmoqda. Loyiha Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga 8 milliard Amerika Qo'shma Shtatlar dollaridan ortiq daromad keltirish bilan birga minglab ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Konsalting kompaniyalari ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda qurilishning eng yuqori bosqichida butun mamlakat bo'ylab 3600 mutaxassis ish bilan ta'minlanadi. Shundan 1500 nafari Yorkshire va Angliyaning shimol-sharqida faoliyat yuritadi. Keyingi 35 yil davomida xizmat ko'rsatish, muhandislik va logistika sohalarida ham 1400 ta doimiy ish o'rni saqlanib qoladi. Dengizdagi turbinalar ishlab chiqarilgan energiya yuqori kuchlanishli suvosti kabellari orqali milliy elektr tarmog'iga uzatiladi. 2023-yilda stansiyaga ilk bosqichda o'rnatilgan turbinalar allaqachon elektr energiyasini ishlab chiqara boshlagan.